Sahifamda bundan-da chiroyli bo'lgan buketlar, korobkalar, sovg'alar uchun ajoyib bo'lgan suvenirlar yasashni o'rgataman. Keling, sizga hozirda kelin buketlarimizni tayyorlash usullarini o'rgataman. Hozir bizga lentamiz kerak bo'ladi. Iloji boricha 5 cm olsak, atirgullarimiz kattaroq va chiroyliroq chiqadi. Lentalarimizni 10 cm yoki 8 cm da yoki o'zingiz bargini qanchalik katta bo'lishini xohlasangiz, shunchaga katta qilib kessangiz bo'ladi. Lentalarimizni bir-biriga yopishtirib chiqqan holda keyingi etapimiz bu asosini tayyorlab olish. Men kartondan foydalandim. Tagiga karton qo'yib, ustidan barxitning materialini tanladim. Asosimizni kesib olib, kerakli shaklga berdim. Qaralarini o'zingiz xohlagancha qilsangiz bo'ladi. Men 3 burchak qilib kesib olishga harakat qildim. Asosimizni qo'yganimizdan keyin xuddi shunday qilib material ustiga qo'yib, bir xilda qilib kesib olamiz. Materialimizni keyin men pistolet kleyda yopishtirdim. Sizlar agar boshqa narsa bilan ishlataman deb buni qilsanglar, o'zingiz xohlagan materiallardan tayyorlab yopishtirsanglar bo'ladi. Chetlarini yopishtirib chiqqanimizdan keyin metrajli zanjirlarimizdan foydalandim. Xohlasanglar oqidan, xohlasanglar yaltirog'idan, tilranglisidan foydalansanglar bo'ladi. Men atirgulim hozir bejli rangda bo'lgani uchun men sarig'idan foydalanishga harakat qildim. Atirgullarimizni istagan lentangizni istagan rangidan foydalansanglar bo'ladi. Xohlasanglar oq atirgul, xohlasanglar lolalardan, xohlasanglar orxideyalardan foydalansanglar bo'ladi. Chetlari chiroyliroq bo'lishi uchun men yana atroflariga ham yopishtirib chiqdim. Atirgullarimizni yopishtirib chiqish uchun dumaloq pokidan foydalandim. O'sha ichini esa plastmas turban anaqasidan kesib oldim. Menda zapasi bor edi. Chetlarini ham material bilan o'rab, metrajni anaqa bilan bezatib chiqamiz. Metrajli zanjir bilan bezatib chiqamiz. Atirgullarimiz bo'lsa, poki ustiga yopishtirib chiroyli bezab beramiz. Buketimiz tayyor, xudo xolasa.